Mana yoqqa tushing, singlim, mana yoqqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men taniyapsizmi? Men Kamila Lo'li blogerman. Ya men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda OPM budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Hozir telefon qilishim boraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, hozir 1 minut hal qilib yuboraman, ukam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li bloger. Yurur ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turabga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Lola pipimi deydi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim OPM budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib